Jonivor qarang. Ha qarang. Oh, oh. Uchalasi bir suvdaga Elmurod aka. Nechi pul deymiz? Hop, nechi pul deymiz hozir? Bir bor rayhon qo'shib beraman. 2026-yil 10-iyul kuni do'stlar. Toshkent viloyati Qibray tumanida. Mana do'stlar, mana sigirlarni qarang. Narxlari yengil, xudo xolasa zo'r. Ijodkor ijod qildi. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ijodkor ijod qildi. Yaxshimisiz? Sonlar Zo'r Allohga shukr. Qalaysiz? Charchaming? Juma ayyomlar bilan aka. Rahmat. Hammani juma ayyomlari bilan tabriklaymiz. Inshaalloh xudo xolasa, qani gapim bor edi o'zi, hamyonbop dehqon bopidan. Ketdi xudo xolasa, mayna qilib beramiz. Bular bebolalar hozir, orasida bitta bo'g'ozi ham bor, qochirganimiz ham bor. Ha. Narxlari yengil? Ha? Narxlari yengil? Narxlari yengil ketaveradi. Bo'ldi aka. Ishxona uyda bo'ladi xudo xolasa. Ya shu yerda bemalol kelib, ko'rib, etilgan sutlarni xotirjam tekshirib olsin. ha, jam bo'lsa rayhondan yulib olib ketishadi. Halla maza qilib ketishadi. Bo'ldi aka. Qarang, birinchi qorinli. Aha. Birinchi qorin, mana uchinchisiga bu. Shohligimiz. Ham bo'g'oz ham suti bor. Ham bo'g'oz, ham suti bor. 20 tadan oshiq suti bor bularni. 25 tadanmi shunaqa suti bor bularni, okey? Bo'ldi aka. Mana bular birinchi qorin. Bu video birinchi etapda chiqyapti, sementarlarimiz ham bor. Sementar ham bor, bo'g'ozlari bor, zo'rlari. Ular ham narx zo'r. 70-70 emasmi? Ha, yo'q, 70 yo'q. Yumshog'i? Ya, yo'q. Bugun juma. 65 ham yo'q. Ye joningiz sog' bo'lsin. Sementarda. Yashang aka. Sutli mollar. Boshladik aka. Qaysi biridan boshlaymiz? Qarang. o'n 15 litrga bemalol olib turishdi. 17 ta, 18 ta beryapti. Birinchi qoringa? Ha, birinchi qoringa. Aytishi 2 ta dona. Bu chehrasi esib turibdi-yu. Mana. Uchburchi ekanlar, oqat tumshug'igacha kelganida. Mana g'onajini bo'lsa hozir, mana shu turishdi shu g'onajini bo'lsa. Aha. Bermaydi. 35 millionga bermaydi mashina g'onajini bo'lsa. Baqirmalari yaramaslar. Mana. Sal aylantiring aka, sal aylantirib tortib. Mana baklar. Keljon. Mana do'stlar. Bu qochganmi, qochmaganmi Elmurod aka? Ya bu buni hali qochirganim yo'q. Tuqqaniga qancha bo'lgan o'zi? Qaniga 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'ldi. Ha, hali qochirganim yo'q buni. Necha pul so'raysiz aka? 15 ta, 17 ta sutga. 15 taga ko'rib olishsin. Hop. 15 taga taga aytyapsiz. Ha, narxi 33 million so'm. Xayrni. Xayrni qilib beraman. Dastlabkilari qanaqa bo'ladi? Kelishlar. Dastlabkilari kelishilgan holatda bo'ladi. Hozir men aytaveraman. Ha. 40 million deyman, dastlabkasi ichida deyman. Ha. Dastlabkani siz cho'nchangizdan olaman. Ha. 1 million foyda qilayotgan bo'lsa, yonimdan yana 1 million chiqarib dastlab qilib bermayman-ku, Saydolo. Molga minadi o'sha dastlabki babra. Kimga minadi u? Mana. Ya, kelishilgan holatda bo'laveradi hamma narsa. Mana. Jonivor. Sog'imlari zo'r, yuvoshligi zo'r. Kel jonivor. Mana arqonni qo'yib olib, ushlab, bemalol. Tarbiya. Mana. Mana do'stlar. Jonivor. Zo'r aka. Mana. Bemalol yuvoshlik birinchi qorin tepada sepadi deyshadi. Yo'q. Mana bunaqa narsada kelib ko'rib olishsin, mashina ko'rib olishsin, sog'im-pog'imini. Harom xarij narsa yo'q bizda. Joningiz sog' bo'lsin aka. Borini ko'rsatamiz. Mana. 33 million. Qochma qo'najin puliga Bermaydi. ha. Mashinaga yaxshi qo'najini bo'lsa bermaydi, dangalga. Zo'r aka. Olib chiqing kengisini. Haz. Hampir to'libdi. Okay. Kel. Bu qanaqa ma'lumotlarni aytib ketavering uni ham. Rossiyskiy. Bu ham tuqqan a? Bu ham tuqqan. Bolasi yo'q. Yo'q, buni ham bolasi yo'q. Mana yillar. Qo'lni to'ldirib sigir sog'ishar ekan Mana. xolisi. Jonivorlar. Buni nechta sutga beramiz aka? Buni 20 taga. Suti ko'proq ekan a? Ha, buni 20 taga. 20 taga.
Narxi 40 million buni. Yashayapti. Bega qarab chiqaveramiz a. Aha. Sababi sut ko'payib boraveradi mollarni. O'zi aslida bari sutda. Mana hish. Sigir suti bilandi. Suti bilan. Oh joni, lekin yemaydi. Egasiga o'xshagandi. Joni. Tarbiya. Mana. Bu ham 2 kurakmi yo 4 kurakli bo'lsa kerak bu? Ikkita. 20 ta sutga 20 ta sutga qochmagan. yo, urug' soldirib qo'ydim bunga. Ha, o'zim soldirdim. Urug' o'zimizda tuqqan bu mol. Urug' soldirib qo'ydim men. Mana do'stlar. To'g'riga hozir yangi partiya mol kelish kerak. Xudo xolasa o'shanga anaqa qo'yamiz. Joy bo'shatamiz. Ha. Ke jonivor. Hozir kattaroq partiya mol kelish kerak. Ke jonivor. Lekin men ham o'sha kutib turibman aka, bu yoqqa mol chiqsa qarab turibman, o'sha poylab turibman. Bitta o'zim emas, ani Yangiyo'llik talat do'stim bilan poylab turibmiz. Keladi. Hammasini olib olmaymiz, to'g'ri, bir 10 ta xunacha xudo xolasa. Ya, keladi inshaalloh. Hozir kattaroq partiya do'g'or qilingan. Shunga harakat qilamiz. Uchinchisiga bu. Juda yapalog'idan ekan, karavul ekan lekin mol. Voy, bakki qarang. Suti bor buni. Erta kech hozir a? Ha, erta kechiga. 3,5 oylik bo'g'oz. Qo'lam soldirib tekshirganman, ha. Buni qarang. Ke. Ha, qornidagi nechinchisiga bo'ladi, Elmurod aka? Uchinchisiga bo'ladi. Uchinchisiga 3,5 oylik bo'g'oz. Uchinchisiga 3,5 oylik bo'g'oz. Men o'zim olganimda ikkinchi qorin edi bu. Yukiga ham katta mol. Mana. Yukiga ham, bakiga ham 30 tadan oshiq bergan bu mol. Hosh. Bu o'zimiz eski rossiyskiy mollar bular. shunaqa o'ynab turganini oling. Bunga galishdan bu qo'shilmagan bunga. Toza rossiyskilardan. Ha, toza rossiyskiy. Mana. Hosh. Mana. Jonivor qarang. Nechi pul so'raysiz aka? Bu 45 deyman buni. 50 million demaydi, bo'g'oz ekan deb. Ha. Mana. 45 milliondan. Mana shu qo'toli qimirlatmay turing. Mana. Mana shunaqa stoykaga turadi. Elmurod aka qo'lda. Xaridorlar kelaveradi. Ke jonivor. 45 million xayri bor, dastlabkilar kelishiladi buni ham. Kelishiladi. Lekin sezonni ham zo'r sezoniga yetilar ekan, ha? Qasi bumi? Ha. Va ketdim ham qo'yib yubordim. Sezonni ham zo'riga yetilar ekan. Oh, mana bu turishini qarang, g'odday olib. Xuddi ekan u. G'odday ekan kenaylarimga o'xshab turishini qarang. Ketdi. Mana. Shved. Bu toza shvedmanki, semental qoni bor bunda. Yo. Toz shved bu. Hosh. Ja uyalchang, birinchi qoringa. Ke. Mana jonivor, mana bu. Nechta tuqqan aka, ma'lumotlar buni? Bitta tuqqanmi? Ha, birinchisiga. Voy mashalloh. Mana. Birinchisiga. 25 ta suti bor buni. Hozir a? Hozir ha. Ichida bu nima bormi? Qochirib ham qo'ydik buni. Ha. Qochirib ham urug' soldirib qo'yganmiz. Qancha bo'ldi aka? Bir oylar bo'lib qoldi-yu. Lekin hali qaytalash asolati yo'q-a? Yo'q. Endi menda risk bilinadi, bo'lmasa risk chaqirib yana qo'ydirib yuboraman-ku. Ha, zagonda yuradi-ku mollar. Ha, bizda zagonda yuradi. Qarang. Oh. Maza qilyapti Rayhonni qilib. Rayhonni shaydosi. Rayhon senga uylanaman degan joydan. Tortyapman, tort. Mana. Nechta so'raysiz aka bunga? Ya, 46 deyman buni. Ketursa 45 ta zo'r ketadi. Ya, o'zi shved boshqa dunyoda. Ha. Shved boshqa narsa. Jinnis bo'yicha agar misol uchun 5 ta 6 ta galishteni bo'lib, suti jinnis pasayib ketgan bo'lsa, mana shu bitta o'zi balans beraveradi, aka. Ha, beradi. Buniki o'zi oq qaymoq bo'ladi-da. Kecho. Jinnis miqdorini ko'tarib beradi. Sutchilarga zo'r tushar ekan. Buni sog'ina tuqqaniga qancha bo'lgan o'zi aka buni? Tuqqaniga hozir aytaman. 3 oy bo'ldi-yu. Dodamdan olganman buni. 4 ta yilini kelib 7-chisini hamma narsasini ko'rib olishsin. Mollar dimlanmagan-da. Ani hisobisan. Bori chiqyapti, to'g'risi. Ha. Buni dimlab Ertalab sog'ini bilandi.
Mana jonivor. Kel. Lekin bular dimga dotlaveradi mollar. Sut ko'p deb bular, ayniqsa yozda. Ya dimiga turaveradi. Nima endi dimlash hozir kerak emas yoz paytda. O'zi nima kerak bor? Kel jonivor. Mana bitta modelimiz. Jonivor. Bu krasniy posterami, mamilar? Shunaqa, ya, marmelat emas, krasniy poster. Nechta tuqqan aka bunimiz? Bu xudo xolasa ikkinchisiga bu. Mana. Ikkinchisi tug'ib bo'lgan-a? Ikkinchisiga tug'ib bo'lgan, ha. Urug' qo'ydirdingizmi bunga? Yo'q, buqa yurgan endi qochgan degan bilmayman lekin. Ha. Mana oyoq qo'llarini ko'ring, sog'lom hamma yoq. Xo'sh. Ya yedi işte, ham yo'q zo'r. Sog'lomligi yaxshi. Bularni shu yesiz faqat ichadi bular. Shu. Bitta do'stim bor edi, o'shanga o'xshab shishqa olganman. Mana. Buni nechta sutga beramiz? Hozir 25 tadan bular. Hozir shunaqa sog'ovyapsizmi? Ha, bularni suti 25 tadan. Kamroq olishsa, endi menda har xil boqiladi. Ha, to'g'ri. Menga bergan rizqni sizga bermaydi, Allohim, to'g'risi. O'sha narsani ham o'ylaylik, u borini kelib mana o'lchab olishsa, o'sha sutga olib ketishursin. Bo'ldi, tamom. Boriga savdo qilishadi. Ha, boriga savdo qilsin. Keyin yana bitta zo'r narsa-chi aka, sizda onlayn savdodachi anu primoy video vizit ko'rsatib berasiz. Ya ko'rsatib beraman, xohlasa ko'rsatib beraman. Jim tur. Do'stlar, buni farqi video vizitda borib tushadi. Anu oyoq qo'lini ushlab turib, mana sog'imini ko'rdingizmi, uni ko'rdingizmi? Soxtalashtirib bo'lmaydi. Yo, unaqa narsa yo'q. Unaqa narsa yo'q. Mana onlayn savdo qanaqa bo'ladi? Ko'rib olishsin, bemalol kelib, xohlasa onlayn ko'rib olishsin. Onlaynga ham ertagacha sog'ib ko'rsatib beramiz, ha? 45 million bu. Yashayapti. 25 ta sutga. 25 ta sutga 45 million. Bolasi bo'lganda hozir 60 ga qarab ketardi-da shular. Endi yaxshi mol yaxshi. Shu narsani tushuntirishga rosa harakat qilaman-da. Keyin. Kel. Ko'pchilik zo'r mol chiqarsangiz aka, ayniqsa men rosa gap eshitaman-da. Yaxshi mol chiqarib qo'yaman, ko'p, ana buzoqlarni ham qimmatini chiqaraman. Inomarkaligini bilishmaydi, lekin men yomon ko'raman. Yo'q, o'zi aytolmadi. Yaxshi mol, yaxshi pul hamisha. Yuraqa, jonivor yuraqa. Mana oyoq qo'llari do'stlar, sog'lomligiga. Voy, jonivor yurishini qarang. Hosh. Turg'izing modelni aka. Mana. Mana. Jonivor. Kel. Ma'lumotlarni netib ketaveray aka bu. Nechta tuqqani, nima qilyapti hozir? Ma'lumoti 25 ta nari beri suti bor buni, oshiq bo'lmasa agar. Ertagacha. Ha, ertagacha. Aha. Badani zo'r. Urug' qo'yganman deganlar endi bilmadim, to'g'ri gap. Aka bu nemis deymizmi, galishten deymizmi buni? Daniya bu, aka. Daniya? Ha. Daniya bu. Turg'uni qarang. Model-a? Mana. Privazno kelgan bu. Ha. Mana. Toza Daniya. 25 litr sutga. 25 taga olishursin, buni ham sal oshiqroq edi buniki. Hop. Bu ham 45 million so'm. 45 million. Ha. Xolasa uchalovini bitta, ikkita, uchta, to'rtta dedimmi? Kelishtirib bir joyga olsa, kelishtirib ham beraman. To'rttasi nechta sutga beramiz aka? Mana ketdi bu 90 litrga ola qolsin. Bu bir. Ha. Ikki qaysi biri bormi? Krasniy po'steri, shved. Ha. Kega? Mamshoqlimi? Nariga kirib ketdi. 3,5 oylik bo'g'oz. 90 taga olishsa 100 taga demang. Ha, 100 taga etsam, mendan olib turib 100 ta, 110 ta, 120 ta sog'sin, maza qilsin. Ha, yashang aka. Bo'ldi. Menga eng kamiga beraveraman men 90 taga. Mana do'stlar, sigirlik kichkina kalta-kulta mollar emas, yanish qolmaylar. O'zi bitta zo'r gapingiz bor, aka. Sen mollar qancha maqta, lekin Elmurod qanaqa mol chiqarishni xalq biladi. Tamom. Mening mol qanaqa mol chiqarishimni misol. Kim qanaqa mol olib kelib sotishini biladi o'zi. Xalq biladi o'zi. Hamma shu obunachilar ham, xalq ham olgan, mendan ham olgan, sizdan ham olgan, hammadan oladi. Ha, shunaqa. Biladi, kimda qanaqa mol borligi o'shanga qarab yo'nalishni kelaveradi. Ha, misol uchun menda rossiyskiy ko'proq so'rab kelishadi. Chunki rossiyskiy ko'p chiqarganman men. Sutga polvon bo'lganda. Ha, yo'q, o'zi shoxli ishqozman u. 3 burchak kalla bo'lib. Mana.
Uyga ketaman deb qo'ymayapti bular. Xaridor yo'lda aka. Xaridor yo'lda. Mana birinchi qorilar qarang. Nima deymiz endi aka? Nima deymiz? Xudo xolisa hozir sementallarni chiqarib beramiz. Bo'ldi aka. Ketdik ikkinchi qism, ikkinchi video degan joyim mana shu bo'ladi. Semental. Narxi esa qotirish yo'q. 70 millionga ona bola chiqardik, xudoga shukr, sotildi. Bo'g'ozni chiqardik, sotildi. Chiqarganimiz yuzimiz yorug'. Yuzimiz yorug'. Haydalo, yaxshimisiz? Zo'r Allohga Yaxshi shukr. keldingizmi? Qalaysiz Sonlar aka? yaxshimi? Tuzimiz hammani juma ayyomlari bilan tabriklaymiz. Inshaalloh xudo xolisa sementallar, bo'g'ozlar, ikkinchi qorinlar. Ha, bular? Ha, bular ikkinchi qorinlar mana. Aha. Endi narxlari ham zo'r. Molni bitta molni ko'rsating, sutli molni. Sut yo'nalishdi, Ha, samigilarni mana. Kartinkani qarang, zo'r Ha, ha. mana xaltani qarang mana. Saydalo. Mana xaltani qarang. Ha, Bu xalta to'lsa- to'lganda, bu to'lganda mana. Ha, xaltani ko'ryapsizmi? Mana. Bu xalta to'lganda so'skalarni qarang. Jonivorlarning xaltalarini qarang. Mana bu yeturoq ekan. Bu yeturoq. Aha. Mana bular 7 oydan o'tgan. Mana bular 8 oylik bo'lish kerak. Ha. Oldimi ketib tug'adi xudo xolasa. Ketma-ket tug'averadi. Bitta odam olsa mazza qiladi bular. Xudo xolasa. Ana Shunaqa bo'lsa. dangal gap tonnali emas. Ha. Tonnali demaymiz a. Ha. Lekin tonnalidan sutini beradigan mollar. Ha, o'shalar ishini qila oladi. Ha, o'shalar ishini qilaveradi bemalol. Mana do'stlar. Ketdi aka, yechiklik bo'lmasa. Bitta. Ket jonivor. Ke. Mana qarang. Mana qarang. Ke. Lekin Elmurodagi mollar zo'r dam olgan ekan, ha? Ya mollar zo'r. Badani ham o'zi etib turibdi-da. Ya o'z semental mol bari jonivorlar boshqacha-da. Ha, qarang. Ay, tavba, duo ketgan, duo Ha, ketgan. qarang. Tavba. Ha, qarang. Mana do'stlar. Bu ma'lumotlar aytavering, necha Bular oylik? shu yerda tug'ilib o'sgan. Aha. Endi men sizga hozir mollar aslida 30 tadan kam sut bermaydi bular. Xudo xolasa. Ha, aslida. Kam bermaydi. Biz kamrog'iga beraveraylik. Kimliklari Endi bari tug'magan molga hozir palonchi litr desa xato bo'lib qoladi, noto'g'riroq bo'lib qoladi. Aha. Yaxshi boqsa 25 dan tepasida oladi, 30 tagacha sut olaveradi bu mollardan. Bolasini ham zo'r boqadi ekan. Ha, bolasidan Sut tashqari aqiladi, 25 ta yengil sut oladi. Ha. Yengil. Chunki bular bolasi ham bir oylardan keyin bu 8 litr, 10 litrgacha ichishga o'tib ketib qoladi. Ya shunaqa. Shuning uchun bolasidan tashqari deb aytadilar. Molni qarang, molni ostlarini qarang. Ana molni ostlari. Voy, meni bo'g'irsog'im degan Ana. ekan o'zi ham. Jonivorlar. Mana. Nech pul aytamiz aka bunga? Bunga nech pul deylik hozir endi? O'zingiz aytdingiz 65 yo'q dedingiz. Ya 65 yo'q. Qarang, mana qilay qolaylik. 59 million so'm deylik. 59 million. Ha, 59 million so'm. Qayeriga o'tib beramiz. Ya joningiz sog' bo'lsin aka. Mana. Shunaqa Bakka qarang, bokka qarang. Bokka. Jonivor. ko'rkam mol do'stlar, Ya, buni ko'rkam. qarang, buni. Ko'hli mol. Voh, jonivor. Ke. Ana. Ha, qarang. Ya qattima bo'ldi lekin 59 million. 59 million so'm. Bir oy bormi aka? Yo, bormasa Boradi. Boradi, bir oyga boradi lekin. Uzoq yo'lga bemalol borib, xonadoningizga xotirjam moslashib ko'payishadi. Bemalol. Ke. Ana yo'lda dard tutib qoldi degan narsalar bo'lmaydi. Yo. O jonivorlarni qarang. Rayhonlarni xillab mazza qiladi bular. Ha, Ke. bular ham asl anaqasini Ha, biladi. qarang. Zo'r aka. 4 yilini butligiga, Ya, 7-siga, 7-ga. xonadagi necha? Voy, xonadagi necha? Ikkinchisiga. Ha, yoshidan mana ham. Ha, ikkinchisiga. Bu 4-5 Ya, tug'adigan 65. molmidim menda? Ya, 65 ni kami borsiga ham ko'taraveradi o'zi. Ha. Yengil olingan, yengil sotiladi bizda shunaqa. Mana do'stlar, endi bitta narsaga e'tibor berib ketaylik. Elmurod akamilar birinchi qora necha oylik edi anonimiz, onajinimiz chiqardik, smetal. 55 million chiqarganimizcha. Ha? 7 oylikmidi? 7 oylik. 7 oyligini chiqardi mana. Arzon oldilar, arzon sotyaptilar. Mana bunisi endi. Shunaqa. Mana. Qayeriga sunnatiga o't beriladi. Bo'ldi. Ha, qarang. Jonivor. Nima kerak yana? Yo, bo'ldi. Telefonga baraka qilish kerak. Baraka qilishsin, tez shoshilsin. O'zi soni 3 dona. Ha, 3 dona o'zi. Yana qachon bunaqa puldan chiqadi? Ya, bunaqasi kelishi. Bunaqa puldan kelish qiyin deb o'ylayman. Oho.
G'unajin ham dahshat ekan-da, kichkina buzoq esa. Vau, cho'tki. Ikkinchisi. Mana ikkinchisiga. Jonivor. Mana. Oh. Mana qarang. Buni bo'g'ozli davri bu kechkiroqmi? Ha, buni sal kechkiroq. 7 oy o'tgan bu ham. Mana. Mana jonivor. Nima deyapti Saidala? Qonliligi nechi? Kimi bu? Ikkinchisiga bu ham. Yoshidan mana. Yoshida mana. Do'sti bitta narsaga e'tibor berishinglarni so'ragan bo'lardim. Mollar urinmagan, turtilmagan, but-butun. But-butun. Soskasini ko'rsating, orasi bir qarish. Saidala. Mana do'stlar. Mana. Anu ko'hli bo'lib turibdi-da hammasi. Shunaqa. Xod zo'r bo'lgan bularga. Ya, xoti ham zo'r, molni o'zi yaxshi. Joni sotdi. Ayt prichoskalaringda sana. Anaqa tamovga borganmi deyman? Drushbada bo'lardi-yu oldi Toshkentda. Lekin, yetilganda mazasini qochirib qo'yadi, uchun bir tonali mollaringiz mazasini qochiradi Hozir yetilganda. 7 oylikmi bu? 7 oydan o'tgan. Yana 1,5 oy boqib, olib chiqib sotaman desam, yaxshi daromad. Foyda qilishaveradi. Xudo xolasa. Foyda qilishaveradi. 2 oyda 2 millionlik olmasa kerak. Qasdi. Mashmolli 2 oyda. Yeydi. Oyiga yeb qo'yadi. Yaxshi boqsa yeb qo'yadi. Endi bizda yeydi misol uchun. To'g'ri gap. Shuning uchun ham mashaq turadi-da. Ha, yaxshi boqiladi bizda. Hamma gap Elmurodagi mollar aldamashlikda ekan-da. Yo'q, aldasiz o'zingiz aldagandek bo'lasiz. Xotinni aldasa bo'ladi-ku. Ya. Hozir kelaman deb alla kechirasiz. Bularga o'tmaydi o'zi. Ya, bularga o'tmaydi. Mana. Yashay ukam. Nechmi so'raysiz endi? Bunisi kechkiroq ekan. Bunisi 61 million so'm. Kuchli. Juda ham Saidala. Anuni o'zi 59 qo'ydi aka. Xo'p, buni 61. 60 qilaylik. O'xshamay qoladimi davommi? Bu 7 oyligimi? 7 oylik, ha? Ha, 7 oylik. Bu sodasi bor-ku, telefon qiling. Sodasi bor. Soda sunnat. 61 milliondan hammasini ko'tarib kelmaysizlar-ku. Yo'q, endi Saidala, bir narsani hisob-kitobini qilsiz-chi. Tug'ilgan buzoq 20 million so'm. Ha, to'g'ri. Tushsa 20 million so'm. Qochmasi 40. Qochmasi 40. Hisobi bor-ku, har tomonlama. Ana 60 million pul yig'ib qo'ydik-ku. Mana. Ayyo. 60 million. Ya, to'g'risi-ku, so'zkalarni qarang, orasini qarang. Aka, mana nechta sut bera oladi? O'zingiz anaqa tajribangizda. Ya, 30 tadan kam bermaydi bu mol. Boladan tashqari? Ha, 30 tadan kam bermaydi bu mollar. Ha, xaltani qarang. Endi hozir bilmaysan, ani sog'magansan, nima qilyapsan deyish mumkin. Aha. To'g'ri, sog'maganman. Lekin o'zimizni ish tajribadan kelib turib, aytamiz biz ham. Sutni molida. Ha, endi uni ham boqsa beradi lekin. Ha, yes. Ha, boqsa yedirsa beradi. Shu joyi o'sha yerda. Mollar aldamasa, Xo'ra bo'lsa berdi xudoyim deydi-yu. Ha. Shunga yetarganda. Ha. Berdi xudoyim degan baraka berdi senga degan ma'noda. Voy, qarasangchi molni. Molni nuqsoni yo'q mollarni. Oyoq qo'llari but-butan, Hamma yo'q chochilib ketmagan. Istagan hamma yo'q mana. Mana. Zo'r aka. Jonivor. Qarang. Nima kerak yana etsizchi? Yo'q, hech narsa. Ha, faqat olish kerak bo'ldi. Olib baraka qilib foydalanish kerak. Sementalli gapi yo'q aka. 59, Boshqacha. 61. Yomon bo'lmayapti shekilli. Ya zo'r aka. To'g'risi, hozir ochiq oydin gap. Ha, o'zimiz ham bebollar 45 million dedik, farqi bor-da. Endi hammasini narx-navosi bor-da. Hammasini o'zi qilgan ish. Ha, endi yengil olingan, yengil chiqarish kerak bo'ldi. Bizda shu dumalasa biladi. Sotiladi bizga. Bo'ldi aka. Bizga 5 million, 10 million berishmasin, 100 dollar foyda bersa sotaveramiz. Bo'ldi, jo'q. Dangal gap. Ke dugoningni oldiga. Lekin bular uchalasini bir joyga olgan odam vash maza qiladi. Oka. Do'stlar, g'unajinimiz ham chiqadi, dehqon do'dalarimizga. Mana qarang turishini. Bular Elmurodagi mana qarang, bo'g'ozli davrda yaxshi dam olgan-u. Ha. Bola ham dadil tug'iladi-a? Ya, bola ham zo'r tug'iladi. Semental yurganda bular ponni. Ke jonivor, ke. Jonivor qarang. Ha, qarang. Oh. Oh, ke.
Kel. Qirolicha ko'chaga chiqyapti. Chiqyapti mana. Ko'chaga chiqyapti qirolicha. Yurmaymi? Shunaqa qilyapti. Bu yoqdaman. Voy jonivor. Prichoskalaringlar sana. Sochlarini kraska bo'yayapti bunisi. Kechqurun to'y bormi deyman. Mana. Buni ma'lumotlar aka. Bu yeturaqmi deyman. Ha, yeturoq bu. Bu ham ikkinchi qoringa. Cho jon. Yuvoshligi. Ikkinchi qoringa bu ham. Mana bu tegida ham anaqalarini qarang. Foydali. Molni qarasangchi. Mana. Bakka qarang, bakka. Mana. Qo'rqma jonivor, qo'rqma. Bakka qarasangchi. Sal torting, o'rtaroqqa olib chiqing. Ke. Mana xalta. Biz to'ldirish boshlabdi. Ha, to'ldirish boshlayapti. Ha, qarang. Yukiga ham hisobi bor deydi. Ya bor, hamma tomonlama hisob bor. Ha, mollarni. To'g'ri gap. 63 million so'm xayri bor. Nechta kun bor tug'ishiga? 8 oydan o'tgan bu. Bu ham 2ga? Ha, 2ga. 8 oydan o'tgan. Bir oy borar bormas. Ya shunaqada endi o'sha oy kuni kelsa tug'adi baribir. Ha, shunaqa. Men bu kuni deb fato chiqarib qo'ymayman. Ya, chiqarish bizga emas-da, Alloh o'zi sababi shunaqa ko'rildi. shunaqa. Mana. Mana bakkini qarang. Arqonni beliga tashab qo'yib, tarbiyasiga beshdi, Elmurod aka tarbiyaga gap. Xaltani qarang. Mana shu to'lganda yetolmanu. Gap anaqasi emas, mana. Mana xaltani qarasangchi. Ha. Mana. Orqaga chiqib ketgan. Ha, u 63 million olgan odam xayri bor, sunnat so'da, kelishtirib qilib beraman. Faqat ko'nglida sigir olish bo'lsa bo'ldi. Ha. Yetishtiradi, hamma narsa zo'r. Turolani. U jonivorman. Ha, jonivor. Mana. Mana, mashallah. Gap yo'q aka. Zo'r. 63 million xayri bor. Dastlabkilari kelishiladi. Bir joyda olishsa, uchalasini. Bir joyda olishsa. Ha? Dastlabki ham men qilib beraman. O'zbekiston bo'ylab men qilib beraman, dastlabki. Yashang aka. Muammosi yo'q. Joni sog' bo'lsin aka, yashang. Uchalasi bir savdoga Elmurod aka. Nechi pul deymiz? Xo'p, nechi pul deymiz hozir? 63 chiqardik. 63, 59, 61 chiqdi. Xo'p. Ikkitasi 120 bo'lsa, chetdigini 63 qo'yuvdingiz. Xo'p. 183 bo'lyaptimi? Ha. 180 millionga bor aka. Dastlabkasi qanaqa bo'ladi? Dastlabkasini kelishamiz. Ha, bo'ldi. Yo'q, menga yetkazib bergin. 183 millionga desa, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraman dastlabkasi. Yaqinroq bo'lsa, shunga qarab xayri o'tirasiz. Xayrini o'tib beraman. Bo'ldi. 180 million xolisi bersin, olib ketsin. Bo'ldi aka. Kamiga sunnati ham bor, o'tib beraman. Joni sog' bo'lsin aka. Unadan endi aka. Bir rayhon qo'shib beraman. Mazza qilib ketishadi. Ey, men rayhonlar aytdilar. Mana. Rayhonlar aytdilar. Keling, mashinani ham qo'yib yuboraylik. Uch jonivor. Mickey Mouse. Hibrid deymi? Mickey Mouse xayolani buqiga ketib qo'yadi aka. Hibrid deylik. Voy jonivorga qarang. To'qol, toza to'qol lekin. Aha. Osti dahshat ekan-a? Ha, osti zo'r. Yaxshi sigiri bolasi. 3 oylik bo'libdi. Sutdan chiqqanmi shunda? Qasi? Bu sutdan chiqqan. Ha. Mana. Men xaltani ko'rsatib qo'yay. Shayton. Baquvvatligi. Ay shayton. Ay so'skalaringni. Mana oldidan ham ko'rinib turibdi. Ya so'skalari zo'r. Umr o'tganga arziydigani. Ya arzi uradi. 3 oylik xunajon. 3 oylik. Nech pul so'raysiz aka bunga? Endi buni aka onasi 100 ta sut bergan, 200 ta sut bergan demaylik. Ya yaxshi sigir bolasi-da, endi tushunganlar tushunadi o'zi. Mana sarlari, orqalari har tomonlama shunaqa. Bir nuqsoni yo'q. Dalan chetida katta sigir qilaman degan akalarimiz yetinglar mol qilib olishadi. 19 qo'ya qolaylik. 20 demay. Bo'ldi aka. Bo'laveradimi? Bo'laveradi. Mana. 19 million so'm xayri bor. Lekin uncha sementalni urib qo'yar ekan. Ha, boshqacha. Quloqlarini qarang aka. Zavod to'qolligini qarang. Sementalga nimadir gibrid bo'lganmi? Shunaqa. Mana. Stoga, halitdan stoga ko'taradi. Ha, halitdan o'rganyapti. O'tnisa-da bu. Mana do'stlar. Ha, qarang. O qarang, joningizni olib ko'rdi. Mana.
Ana endi bu yetilib, barchaga sigir bo'lib bersa, xudo xolasa. Toza to'qol. So'zga xaltani qarasangiz, ishtoni xalitdan ishtoni bor ey buni. Shuni aytaman de akam. Nima so'zgalarni qarang. 19 millionga arzonmi deyman shu mola. Ya endi Mayli, xalq mazza qilsin. Kimdir olib buni kutib umr o'tkazganga yarasha Mazza qilsin. bo'lsin. Ya xayri bor, 19 dan o'tib beramiz. Bo'ldi aka. Hammasini olmaymiz. Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatda, Botir Achchiq orqasida, Elmurod akami dargohlarida do'stlar. Ko'ring, sizni kayfiyatingizga qanaqa sigir tushadi? Semental bor, sog'inlab bor. Mana dehqon dodalarimizga o'sha yosh variantlari ham bor. Mana buni qarang, Saidol. So'zgalarni qarang. Qarang. Ha, qarang. Ehe. Nima kerak yana? 7 oylik xonajinni unaqasiyo. Shunaqa. Xudo bozoringizni bersin aka. Rahmat, eshigimiz ochiq, 24/7. Kelishsin, bobaraka qilishsin bo'ldi. Musofirdagilarga ham sotaveramiz onlayn. Sotaveramiz, tanlovda adashishmasin. Bo'ldi akam yashang. Do'stlar, ketkizgan vaqtinglar rozi bo'linglar. Kuz suv. Hammaga yana bir marta juma yo'q muborak bo'lsin. Kanalimga obuna bo'lib qolishingizdan chiqib qolmasin. Bir xilla manga ham yoshyapti deb, ana videoyingizni bir haftadan keyin ko'rib. Sotilgan narsani nima qo'yasizlar deydi. Ya endi tez obuna bo'linglar. Birinchilardan bo'lib ko'raverasizlar. Shunaqa obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysanglar, do'stlar, chiqargan videolarimiz birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Mollar arzon chiqyapti. Shuning uchun 1-2-3 baraka. Baraka ketaveradi. Bizda shu. Birinchi zvonokda sotdim mollarni. Yashang aka, joningiz sog' bo'lsin. Olgan akalarimizga buyursinglar, ham xursandchiligiga xizmat qilsa. Film tugadi do'stlar.